O'zbekiston milliy terma jamoasi Eronga qarshi o'yinda mag'lub bo'ldi. Avvallari mana shunday xabarlarni eshitardingiz. Endi bo'lsa, O'zbekiston milliy terma jamoasi yana Eron terma jamoasini mag'lub etganligi bo'yicha xush xabarlarni eshitmoqdasiz. Yana O'zbekiston milliy terma jamoasidan g'alaba. Al-Ayn o'rtoqlik musobaqasida O'zbekiston milliy terma jamoasi Misrni 2-0 hisobda mag'lub etganidan xabaringiz bor. Finalda esa azaliy raqibimiz Eron milliy terma jamoasi bo'ldi va o'yinning asosiy daqiqalarida hisob ochilmadi. Penaltilar seriyasida esa vakillarimiz 4-3 hisobida zafar quchdi. Gollarni Shomurodov, Abdullayev, Ashurmatov hamda Akmal Mazgo'ylar kiritdi. O'zbekiston milliy terma jamoasi uchun qiyin va noqulay raqib hisoblangan Eron milliy terma jamoasi so'nggi o'yinlarda mag'lub etilmoqda. Yodingizda bo'lsa, Kafa musobaqasida ham Eron milliy terma jamoasi ustidan ishonchli g'alabaga erishilgan edi.